2026-yilda Instagram orqali pul topsa bo'ladimi? Bunaqa savollar juda ko'pchilikda bo'lgan bo'lsa kerak, chunki ko'pchilik Instagramda o'zi shu Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali pul topolman deb juda ko'p ko'rsatadi. Men o'zim ham ko'rsataman va tabiiyki savol tug'iladi, qanaqa qilib? Bugun shu qisqa videoning ichida sizlarga tushuntirib bermoqchiman, qanaqa qilib Instagram orqali daromad qilish mumkin. Hop, birinchi o'rinda tanishish bo'lamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Ibrohim. Men 3 yillik tajribaga ega SMM mutaxassisiman va hozirgi kunda Neo Social marketing agentligi egasiman va hozirgi kunda agentsiyamizni ham o'rtacha oylik oboroti $10,000 dan oshadi, $20,000 ga yaqin va bularning hammasi Instagram orqali. Tabiiyki savol, qanaqa qilib Instagramdan daromad qilyapsiz? Birinchi o'rinda men javob berardim, bizani kasbimiz orqali biz SMM bilan shug'ullanamiz. Agar siz ham shu soha bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz bloger bo'lmasligingiz mumkin, mediaga chiqmasligingiz ham mumkin, lekin bemalol pul topsangiz bo'ladi. Qisqa qilib tushuntiraman, qanaqa qilib. Xo'p, siz bitta loyiha olasiz. Loyiha nima? Misol uchun biznes egasi, qanaqadir sayt bo'lishi mumkin yoki qanaqadir mahsulot sotadigan odamlar bo'lishi mumkin. Va misol uchun tilla sohasida buni Muslim Gold, mana bizning loyihamizni 2 yildan beri ishlab kelamiz. Uni borib Instagramini yurg'izib berasiz. Unga imенно auditoriyaga, odamlarga qiziqadigan videolar qo'yib berasiz va shu videolarni odamlarga ko'rsatib mijoz topib berasiz, imенно shu Muslim Gold, ya'ni shu tilla uchun. Ular o'sha tillasini siz topib bergan mijozlarga sotadi va u orqali daromadini oshiradi. Hozir 26-yilda shunchaki do'konni eshigini ochib qo'yib savdo qilish bu juda katta xato. Hatto bozor egalari ham, bozorda ishlaydigan do'konlar ham hozir Instagramini yurg'izyapti, chunki bozorda odam yo'q degan mavzu juda katta dolzarb mavzuga aylandi. Hozir odamlarda pul yo'q, bozorga tushishga sharoit yo'q, bozorga tushish alohida kun ajratish kerak, hammaning ham vaqti bo'lmaydi va ko'pchilik hozirgi kunda Instagram yoki boshqa saytlar orqali xohlagan narsasini zakaz qilyapti. Oddiy bitta uzundan ham siz misol uchun bemalol xohlasangiz kiyim, xohlasangiz qanaqadir produktlar ham kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Va bularni barchasi tabiiyki bozordagi do'konlarni savdosini sindiryapti va shu bozordan chiqib ketmaslik uchun ham ular hozirgi kunda Instagramini yurg'izyapti. Misol uchun biz ham ikkita bozorchi bilan Instagramini yurg'izish bo'yicha ishlab kelamiz, ishlayapmiz ham. Bittasi Aptavik Dodo Socks do'koni, bu butun bozorga naski tarqatadi. Ikkinchisi Enstar, butun Abu Sahiga kiyim-kechak o'zi ishlab chiqarib tarqatadi. Hatto Aptaviklar ham hozir Instagramni yurg'izyapti. Aynan shu momentda SMMshik orada daromad qilishi mumkin. Misol uchun shu proyektni oldingiz, unga qiziqarli video kontent ishladingiz, shu video kontent orqali unga klient jalb qildingiz va shu klientlarga ular mahsulotini sotadi va u orqali ular daromadini misol uchun 2-3x ga oshiradi. Va 2-3x ga oshirganning hisobiga siz ham o'rtada oylik daromad qilishingiz mumkin. Endi misol uchun deylik, hozir o'rtacha hisobda yangi boshlagan SMMshik ham $500 ga proyekt oladi. U $100 ga, $200 ga proyektlar olish davrlari o'tib ketdi. Уже oldingidek emas. Ayniqsa karantin shu Instagram onlayn platformada pul topish sohalarini rivojlantirib yubordi. Va karantindan keyin asosan kirgan ekspertlar, karantinda ishlagan ekspertlar ham juda katta hozir mavqega ega va bozor to'ldimi deydigan savolga men yo'q deb javob beraman, chunki bozorda haligacha mutaxassislar kam. Agar siz mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, siz bemalol u birinchi $1000 yottirsang, $3000 ham kerak bo'lsa daromad qilishingiz mumkin. Eng asosiysi siz sohani aniq tiniq o'rganishingiz kerak. Eplamachi SMMshik bo'ladigan bo'lsangiz, bu bozorda haligacha katta nima deydi, juda katta potok yetishtirib chiqarilyapti eplamachi SMMshiklar. Va ular 1 oy ishlaydi, 2 oy ishlaydi. Aynan shunaqa nima deydi, eplamachilar bozorni sindirib tashlayapti. SMMshiklarga bo'lgan hurmatni, SMMshiklarga bo'lgan ishonchi yo'qotib yuboryapti. Va siz agar sohangizga sidqidildan kirishadigan bo'lsangiz, bemalol 2-3 ta loyihalab ishlashingiz mumkin. Bitta loyiha misol uchun o'rtacha $500 ga topadigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, misol uchun kamida 3 ta loyiha, 2 ta loyiha oladigan bo'lsangiz ham oyiga
o'sha $1000 topib olasiz degani. Endi bu yerda tabiiy savol tug'iladi. Qanaqa qilib men Instagramda daromad qilishim mumkin? Qanaqa qilib men bu sohani o'rganishim mumkin? Va bu borada men o'zimni shogirdlik dasturimni sizlarga taklif qilaman. Shogirdlik dasturimda aynan shu sohamni sizlarga o'rgataman. Qanaqa qilish kerak, nimadan boshlash kerak, qayoqgacha borish kerak, har bittasini siz bemalol mani сопровождением orqali o'rganib birinchi daromadga chiqishingiz ham mumkin. Hattoki shunaqa men programma tuzganmanki, siz kerak bo'lsa birinchi loyihangizni olguningizgacha tepangizda turaman men. Har bitta loyiha olishingiz, qanaqa gaplashyapsiz, kerak bo'lsa shu переговорlaringizgacha men birga kirib beraman. Чтобы meni maqsadim mendan chiqayotgan shogirdlar yaxshi daromad qilsin, mendan chiqayotgan shogirdlar bozorga xizmat ko'rsatadigan mutaxassis bo'lsin degan maqsadda shu dasturni yo'lga qo'ydim. Agar siz yozilmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldiraman, Google forma, uni to'ldirsangiz, o'zim sizga aloqaga chiqib ko'rishib, o'tirib gaplashib, bu dastur o'zi sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, birga aniqlaymiz.